Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchi obunachilarim, vatandoshlar, sog' salomatmisizlar. Bizni kanalda ham ancha bo'ldi, videolar qo'yilmaganiga. Mana hozir bir ishga ketayotgan odam edim. Hozir bir jo'ram o'rtog'im telefon qilib, bir amaki kelib turibdi uyimga. Yordam so'rab, iloji bo'lsa kelib ketsang. Men tushunishimcha bu amakini 4 yosh bir nevarasi og'ir bemor ekan. Endi u amaki bir noumid shayton deydi, bir umid qilib chiqqanda endi yordam so'rab, yordam izlab chiqqan uyidan. Yo'q deya olmadim. Mana shu ro'za Ramazon oylari birgalikda savob qilaylik. Hozir boramiz. Amaki bilan gaplashamiz. Birgalikda shu amakiga yordam qilamiz deb o'ylayman. Men hozir yo'ldaman. Hozir boramiz. Videoni yana davom ettiramiz. Voy, yaxshimisiz? Sog' bo'lsin. Rahmat, ana sekin. O'zi yaxshimi? Yaxshi, xo'sh. Qani to'g'rijon, yaxshimi? Giribman endi. Nima gap bor? Aynen. Jigarı 70% ishlamaydi. Jigarni o't qolpini jigar o'sma lemfa yopib olgan. 30% jigar ishlaydi. Yakay Hindistonda bo'ldik. Yakaydan keyin pulimizni to'lagandan keyin yana kelib javob berdi, zo'rg'a javob berdi. Javob bergandan keyin hozir dori-dormon olib keldik, ximiyasini. Ximiya tegadi. O'zbekistonda ximiyasini bergandan keyin yana bola qaytib yana qoldi ishib ketyapti. Pul mablag' bo'lsa yana Hindistonga boramiz. Umurtqasida el bulg'ur saratoni bor ekan. Shu Hindistonga qaytdi. Umurtqasida el saratoni. Bulg'ur saratoni. Shunda uğraştım. Nevarasi necha yosh? 4 yosh. 3dan 4 yoshga chiqdi. Husanova Madina. Kecha o'g'lim borib keldi. Ana jonbaqqa jigarga sog'liq kesin deb shilan qo'ydi. Ana shundan kemayapti dedi. O'zlari hech narsa qilmayapti. Qolishga javob berolmaydi. Nima oldi? Aygida yotdi. Insonga qo'ydi. Apasda qolgan javob yo'qdi. Javob esa qaytarib keldi. Beni bolalar tibbiyot markaziga joylashtirdik. U Moskvada bir ustozim bor edi. Moskvaga ustozga qo'g'irchoq bordik. Ustozi boshqa ketgan ekan, 5 kun turib Moskvadan men qaytib keldim. Kelaverdim. Faqat bu kompyuterga tushirgani, yani pul ketgani kelaverdim. Keyin Hindistonga borib keldik. 11 dekabr ketdik, 28 yanvar keldik. Pulim kelganiga endi. Hozir endi qarang, Hindistonga borgansiz, 2 oy bo'lgansiz. Davolash qanday bo'lmadimi, yaxshi? Davolash yaxshi. Bergandan keyin ximiyasi, o'zi bergan ximiyasi, u yoqda ximiyasini olib keldik-da. U tugab O'zbekiston ximiyasi qilgandan keyin yana qon ishib ketyapti. Qaytib qilib, boshqa qilib. Yo'q, yaxshi davolash janob Peshavi ham qon keladi, Peshavi yaxshi bo'ldi, axlati ham yaxshi bo'ldi. Janob shilangni bir kunda 200 litr janob sariq ay keladi-da. Yozib-yurdi-da. Har soatda siyganini yozib turmaydi. Shuni hozir endi pul mablag' bo'lsa, endi yana Hindistonga bormoqchisiz. Odam shu doktorga javob qilib qo'yadi. Ular uzluksiz 6 oy davolanish kerak dedi. Shunda 95% aniq bo'ldi. 100% demadi. Jigarada 30% ishlayapti dedi. 70% o'sma shunday qoplab olgan dedi. Tilmanchilik gapida endi. Bizni kuzatuvchi yurtdoshlar, mana shu mahallada yashovchi do'stlar, aka-ukalar. Mana hozir tasodifan mana shu jo'ram telefon qildi, mana shu keldim. Men ishga ketayotgan odam edim. Mana bovani hozir ko'chani o'zida turib, mana hozir eshityapsiz. Endi nevarasi uchun nomi shayton dedi, bir umid bilan chiqqanda bu odam.
Bari ustoz hammanizga tayyorsiz-da, to'g'ri? Ha, tayyor. Qayerga bo'lsa bari borasiz, so'raysiz, yordam so'raysiz. Endi hamma mana shu bola, nevara uchun yashaydi-da. Men sizni yaxshi tushuntiribman. Mana biz farzandimizdan bir oddiy gripp bo'lib qolsak ham, hamma qancha sarson bo'lamiz. Mana shu yurtdoshlarimiz mana shu ro'za, Ramazon oylari Xudo xolasa qo'lidan kelgancha sizga yordam qiladi. Mana men ishonaman, mana shu yurtdoshlarimga biz mana haqqoniy mana yo'lda turib gaplashyapmiz. Hozir shunday keldim, mana shunday gaplashdik. Mana shu bog'ga o'zlaring qo'llaridan kelgancha yordam qilaylik. Mana shu ro'za, Ramazon oylari 5 mingmi, 10 mingmi, hozir bog'ga mablag' rosa kerak bo'ladi. 2 oy mana Hindistonda bo'lib kelgan bor budurini o'zlari ishlatib tugatgan. Mana hozir yana nevaralari bu yoqda yana jigarlari ishib yana hozir Hindistonga olib borish kerak bo'lyapti. Shu paytgacha siz hech kimga murojaat qilmagansiz, o'zingiz boringiz. Mahallaga kirdi, Moskvaga ketayotganda yordam berolmaymiz dedi. Mayli, o'z kuchimdan borib keldim. Mana shu paytgacha hech kimdan yordam so'ramay 2 oy o'zlari Hindistonga olib borib davolab kelgan. Mana endi majbur baba shu nimasi bilan shu yoshida oson emas birovdan kelib yordam so'rash. Nevarasi uchun kelib o'tiribdi shu odam. Buni to'g'ri tushunasizlar, yordam berasizlar degan umiddaman. Mana shu nevaralar oyoqqa turib ketsin iloyim. Mana shu ro'za, Ramazon oylari bu savobdan qolib ketmanglar. Mana shu videoni keng tarqatib tashlaylar, iltimos. Biroz gapingiz bo'lsa agar. Bo'ldi, rahmat. Shu xalqimizga. Yordam bering, nevaramga. Fazilatli bir hadis u mavvakum bis sadaqa deganlar. Kasal bo'lib qolsangiz, o'zingizni yoki kasallaringizni sadaqa bilan tuzatinglar degan. Sadaqa qilishlik bilan dardingizga shifo oqtaring degan. Umuman sizda qanaqa dard bor? Sizda qanaqa qaysi dard? Sahr qiynayaptimi sizni? Sizni davlingni qiynayaptimi? Girija qiynayaptimi? Qaysi dard sizda bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom marhamatlari kasalligingizni sadaqa berish orqali tuzatinglar degan. Faqirlarni holidan xabar olib, "Ey Xudo, shu dardimga shifo berding", tuzalasiz. Yetimni bir oziq-ovqatni qilib berib, yoki bir bevani to'g'ri ma'noda bir xarajatni qilib berib, miskin qiynalganlarga yaxshilik qiling, sadaqa bering va ayniqsa mana shu juma kun. Ayniqsa mana shu kun, juma kunida Xudo uchun ehson, xayr, saxovat qiling. Alloh qabul qiladi va dardingizga inshaalloh Xudo shifo beradi.